Siz sun'iy intellekt mutaxassisi sifatida Bitrader kompaniyasi uchun nima ishlar qildingiz? Sun'iy intellekt mutaxassis sifatida biza to'laqonli mijozlarga xizmat ko'rsatishni avtomatizatsiya qilganmiz. Ya'ni Telegram bo'ladimi, Instagram bo'ladimi, barcha ijtimoiy tarmoqlardan kelgan mijozlarga sun'iy intellekt yordamida xizmat ko'rsatamiz. Sun'iy intellekt kompaniyalar uchun qanchalik muhim? Sun'iy intellekt kompaniyalarga juda kerak deb o'ylayman. Rostini aytsam, hozir sun'iy intellektsiz biznes qilish xuddi eski mashinaga o'xshaydi. Yuradi, lekin xarajati ko'proq, rasxodi ko'proq. Hozirgi kompaniyalar asta-sekin hammasi sun'iy intellektga tizimlarni o'tkazyapti. Sababi mijozlar bilan gaplashish, marketing, sotuvi hammasi oddiy. AI tezroq, arzonroq, 24 ga 7 ishlaydi. Kim tezroq moslashsa, o'sha yutadi. Menimcha 3 yildan so'ng sun'iy intellekt orqali, ya'ni sun'iy intellekt bilan moslashmagan kompaniyalar asta-sekin bozordan chiqib ketadi deb